Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz Andijon viloyatiga qarashli klinikada turibmiz. Bu yerda bir akamiz, bemor akamiz saxovatpesha odamlarga muhtoj bo'lib bizga murojaat qildi. Biz hozir Quva tuman Dehqonobod MFY Baraka qishlog'i 50-uy Shermatov Izzatilla akamiz jigar seryoz ekan. Hozir biz sekin ichkariga kirib akani holatlari bilan sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bu odam bola chaqali odam, faqat operatsiyasiga mablag' yetmaganligi sababli bizga murojaat qildi. Marhamat, ichkariga kiramiz. Assalomu alaykum. Aka, sog'lar yaxshimi? Charchamasizmi? Hurmatli kuzatuvchilar, mana akam oldiga kirdik. Mana holatlari bo'yicha mana o'zi akami. Aka, qanchadan beri shu holatdasiz? Hozir bu 16 yil bo'ldi deyapti. Asli boshlanganiga. Doktorlar lekin 6 oy oldin bildik o'zimiz. Hozir lecheniyalar olyapmiz. Endi jigarni almashtirmasa bo'lmaydi, iloji yo'q deyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, nima desam bo'ladi? Baribir mana ko'p video, ehson video chiqaryapmiz. Qo'limdan kelgancha mana misol mana o'zlarining kartasini qo'yib, mana nechta bemor chiqargan bo'lsa, mana Hindistonga borib davolanib kelishdi. Bu yerga aralashtirib kelishdi. Bu akamiz endi jigar transplantatsiyasiga muhtoj. Sizlardan iltimos shu akamizga ham jindek qo'llab-quvvatlab olsak yana ham yaxshi bo'ladi. 5 so'mmi, 10 so'mmi qo'limizdan kelgancha yordam qilsak akamizga yaxshi bo'ladi. Aka, bolalaringiz bormi? Bolalarim bor. Bolalaringiz bor. Endi shu ko'rib turganlardan iltimos qilamiz. Mana uylarimni sotyapman, baribir yetmayapti. Shunga ozgina kim qo'lidan kelgancha yordam qilsalaring. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Xudo xolasa oyoqqa turib ketsak, shu el xizmatida bo'lamiz doim. Shunga iltimos, yordamlarini ayamanglar.